alaykum hammaga. Har doimgidek insho o'qish davom etyapti. Insho parallel muhit yopiq Telegram kanalidan muallif va ruxsatlari bilan o'qib beryapman. Ikkinchi qism bu. Birinchi qismni ko'rmasdan turib bu qismni ko'rmaylik, chunki tushunmaysizlar. Insho uzun yo'llar haqida, natijaga tez erishish va tekin erishish yo'llari, qaysi biri plus, qaysi biri minus, qaysi yo'ldan yurish, qaysi yo'ldan yurmaslik kerak haqida birinchi qismni mana mana shu yerda havola qoldirib ketaman. yoki bu yerda chiqadi, ustiga bossanglar kiradi. O'shandan ko'rib keyin bu ikkinchi qismni ko'rganinglar yaxshi. Biza qaysi joyda to'xtadik, shu joydan davom ettirib ketamiz. Ya'ni nima qobiqqa trading, kripto, NFT oramasin tez boyishni va'da qilgan loyiha, va'da qilayotgan odamni boyitishga xizmat qiladi, mijozni emas. Ya'ni kurs sotayotgan odam bu naqadan boyroq bo'ladi, kurs sotayotgan odamdan ko'ra. Mana shu joyda to'xtagandik va davom ettiramiz shu joydan. Optimizatsiyaning esa kamchiligi yo'qdek tuyuladi. Optimizatsiya nimaligini, aynan nima ma'noda ketayotganini birinchi qismni ko'rsanglar tushunasizlar. Odam hamma e'tiborini bir narsaga qaratsa nima qilibdi? Pul topib olsa qolgan ishlar oson kechmaydimi degan savol tug'ilishi mumkin. Bitta kvartira pulidek turadigan tez yurar mashina misolida ko'rib chiqamiz. Misol uchun McLaren rasmi bor. Bu mashina svetoforda hammadan oshib ketsa kerak. Maqtanish uchun ham ideal nomzod. Masala shundaki, mashina faqat tezlik uchungina kerak bo'lmaydi. Hamma shartlarda radarlar 60-70 tog' yo'llarida 100 km/soatdan oshirishga yo'l qo'ymasligini hisobga olsak, aqlli odam bir dona mashina olayotgan bo'lsa, yana boshqa narsalarga ham e'tibor beradi. Faqat tezlikka emas. Oilam sig'adimi? Xavfsiz ketadimi? Yuklarim ko'p bo'lsa olib keta olamanmi? Buzilganda, falokatda tuzatish osonmi? Puliga boshqa yaxshiroq narsa bermaydimi? Bu savollarga yuqoridagi mashina yo'q deb javob beradi. Chunki o'rindiqlar soni menimcha 2 ta edi bu mashinada. Uning maqsadi ham bu emas. Bu mashina tezlikka optimizatsiya bo'lgan. Uni oladiganlarning odatda oilaviy mashinasi ham bo'ladi. Buni ikkinchi mashina faqat o'zi mazax paydash uchun oladi. Inson umri bitta. Almashtirib yoki yoniga boshqasini olib bo'lmaydi. Hayoti faqat pul topishga optimizatsiya bo'lgan odam boshqa narsalarni eplashi qiyinlashib qoladi. Baxtli oila, chiroyli axloq, sog'lom tana, ishonadigan do'stlar, ruhlantiradigan ish, katta daromad, uyg'otadigan maqsad shu ko'rsatkichlar orasida eng osoni pul topish bo'lsa kerak. Pul topishda yutib qolgan sohalarda yutqizganlar bilan ba'zida gaplashishga to'g'ri keladi. Nima qilaylik endi? Xususiy maktab yurg'izishni o'ziga xosligi shu bo'lsa kerak. Kesib chiquvchi va optimizatorlar haqida bunchalik yaxshi bilishim qaysidir ishlarimda kesib chiqishga uringanimdan. Manzilga qisqa yo'llar qidirib qilgan ishlarimdan haligacha afsuslanaman. Uzun yo'lni tanlovchilar optimizatsiya qilmaydi. Natijada erishaman deb prinsiplaridan kechmaydi. Ularga to'g'ri yo'lda yurish muhim. Shu sababli balki manzilga kechroq yetar. Nima qilibdi? Zato yetadi-ku. Ular yo'l uchun javobgar, manzilga emas. Harakatga javobgar, natijaga emas. Uzun yo'lni tanlash bo'lishni tanlash demakdir. Uni tanlaganlar qanday qilib yaxshi qizga uylansam bo'ladi demaydi. Yaxshi qizlar kimga tegadi deydi. O'sha shaxsiyatni quradi. Ba'zi yigitlar yoki qizlar o'zini shirib, aslidan yaxshiroq, aqlliroq, odobliroq ko'rsatib turmush qurib olar. Zero odamni bir ikkita uchrashuvda hayron qoldirish eplasa bo'ladigan ish. Hayot uchrashuvlardan iborat emas. Qog'oz ustiga qurilgan bunday hayot davom etmasligi, davom etsa ham depressiyaga boy bo'lishi katta ehtimol.
Bir tanish o'qituvchimiz aytib bergandi. Qaynonalari o'g'illarini yo'q sifatlar bilan maqtab, o'zlariniki bo'lmagan uylarni ko'rsatib, kelin qilib olgan ekanlar. Ha, mana yillardan beri birga yashab yurishibdi. Lekin erkakka nisbatan na ayollarida, na farzandlarida hurmat saqlanib qolgan. Yo'lni tanlash Aristotel aytganidek arzishni tanlash demak. Istalgan narsaga erishishning eng oson yo'li o'sha narsaga arzish. Oson degani tez degani emas va erishish oson bo'ladi degani arzish oson bo'ladi degani emas. To'g'ri so'z odamga jamoa yig'ish, investitsiya olish oson bo'ladi, lekin to'g'ri so'z bo'lish oson kechmaydi. Ilmli va axloqli yoshga turmush o'rtoq topish oson kechadi. Ilm va axloqli bo'lish oson kechmaydi. Dangasalik va kibrini yenggan oson professional bo'ladi. Yengish oson kechmaydi. Uzun va qisqa yo'l tanlovini soddalashtirsak, erishish va bo'lish desak ham bo'lar ekan. Auditoriya yoki pulingizni olib qo'yishlari mumkin. Mehnatkashligingizni olib qo'yisha olmaydi. O'zi umuman olganda erishishga harakat qilish emas, bo'lishga harakat qilishning foydasi bitta iqtibosda jam bo'lgan. Sizdan olib qo'ysa bo'ladigan narsa sizniki emas. Qarang, eng muvaffaqiyatli fond egalari Charli va Warren xodimlarida va hamkorlarida nimani qidirishni aytib o'tyapti. Rostgo'ylik, aql, energiya. Shunday insonlardan yig'ilgan jamoani to'xtatib bo'lmaydi, deyapti. Rostgo'y bo'lmasa, oxirgi ikkita sifat sizga qarshi ishlaydi, deydi. Dinimiz bularni bizga o'rgatadi. Inson qancha aqlli bo'lsa, shuncha rost gapiradi. G'ayrati, energiyasi katta bo'ladi. Bor aqlini alkogol, tamaki, ko'ngilxushlik bilan o'ldirmaydi. Ya'ni dinimiz ham Berkshire egalari ham bitta narsani aytyapti. O'yinni yaxshi o'ynang, yutaman deb qoidalarni buzmang, yutuq o'zi keladi. Siz shunchaki to'g'ri o'ynashni davom etavering deb qo'shib ketsa ham bo'ladi. Ichki sifatlar ustida ishlar tashqi natijalarga olib boradi. Ichki sifatlar ustida ishlash tashqi natijalarga olib boradi. Bir aka maktabimiz uchun katta binosini taklif qilib keldi. Boshqa joylarda ham ko'plab binolari bor ekan. Tarixlariga qiziqdim. Katta omborxonada yuk tashuvchi, gruzchik bo'lib xizmat qilgan ekanlar. Halol va mehnatkashliklari tufayli boshqalari yonlariga olgan ekan, boshliqlari. 30 yil o'tdi, hali ham birga ish qilishayotganlarini kuzatdim. Manzilni ko'zlaganlarida balki o'sha paytida shubhali 30 so'm ko'proq topardilar. Yo'lda to'g'ri yurganlari uchun bormoqchi manzillaridan ham o'tib ketdilar. Kunning oxirida uzun yoki qisqa yo'llarni tanlash har kimning o'z qarori. Foyda va zarari o'ziga bo'ladi. Uzun yo'llar ko'rinmas risklarni oldini oladi. Uzun yo'llarda raqobat kam bo'ladi. Uzun yo'llar uyquni yengil qiladi. Uzun yo'llar sabrni, xarakterni tarbiyalaydi. Uzun yo'llar kuchli yo'lovchilarni yetishtiradi. Kuchli yo'lovchilar istalgan manzilga yeta oladi. Bo'lishga harakat qilib erisha olmasligimiz mumkinmi? Qiziqadi o'quvchimiz. Mumkindir. Bu hayot. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Seth Godin yozganidek, manzilni mo'ljal qilib kesib chiqib erishganlar oxirida o'zlarini aldoqchidek his qiladilar. Uzun yo'lni tanlab kesmay borishni niyat qilganlar manzilga yetadilarmi, yo'qmi, afsuslanmay o'tadilar. Mana bugungi inshoimiz ham ikkinchi qismi tugadi. Butunlay insho tugadi. Bu inshoni men Parallel Muhit yopiq kanalidan, Azizbek Rahimov kanallaridan ma'lumotlari bilan o'qib beryapman. Ertangi inshoimiz menimcha odamga qomusiylik kerak. Ya'ni qomusiylik haqida. Qomusiylik bu ilmda, sifatlarda, ko'nikmada qomusiy bo'lish. Ya'ni bitta emas, ikkita, uchta
bilimingiz bo'lishi, 2-3 ta naviklik bo'lishi qomusiylik bo'ladi. Keyingi videolarda do'stlar ko'rishguncha har videoga like bosib qo'yinglar, qo'llab-quvvatlaylik. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr.